Assalomu alaykum barchaga. Bugun ushbu darsimizda bisection usuli bilan tanishib chiqamiz sizlar bilan. Bisection usuli bu nochiziqli algebraik tenglamalarni yechish uchun mo'ljallangan usul hisoblanadi. Bu usulni o'rganish uchun bitta sodda misol olamiz, ya'ni sodda nochiziqli tenglama olamiz va ushbu tenglamani yechish orqali bu usulni o'rganamiz. Aytaylik, bizga ushbu tenglama berilgan bo'lsin. Y darajasida x minus sinus x degan tenglama berilgan bo'lsin. Mana shu tenglama berilgan bo'lsin va ushbu tenglamani biz yechishimiz kerak. Tenglamani yechish uchun nima qilamiz? Aytaylik, y x tenglik y darajasida x minus sinus x deb belgilab olamiz. Yangi funksiya e'lon qilyapmiz. Ya'ni ushbu tenglamani chap tomonini yx deb belgilab oldik. Ana endi bizga ma'lum bir interval berilgan bo'lsin. Masalan, AB interval berilgan bo'lsin. Mana shu AB interval oralig'ida tenglamamizda bitta nol mavjud bo'lsin. Ya'ni biz bu yerda shart qo'yyapmiz, faqatgina bitta nol mavjud bo'lsin. Agar ikkita yoki uchta nol bo'ladigan bo'lsa, ularning faqat bittasini topishi mumkin yoki xatolik chiqarishi mumkin. Demak, biz ushbu funksiyani avval grafikini chizib olishimiz kerak. Grafikini chizib, undan keyin mana shu AB intervalni tanlaymiz. AB interval shunaqangi interval bo'lishi kerakki, uning ichida faqatgina tenglamani bitta nol mavjud bo'lsin. Ushbu videomizda sizlar bilan Spider dasturi orqali ishlaymiz, ya'ni Python dasturida ishlaymiz. Python dasturida demak ushbu funksiyani avval grafikini chizib olamiz va metodni kodlarini yozib chiqamiz. Demak, bizga ikkita asosiy kutubxona kerak bo'ladi. Birinchisi numpy'ni chaqiryapmiz va ikkinchisi matplotlib. Pyplot as plt. Mana ikkita kutubxonani chaqirib oldik. Ana endi ushbu funksiyani grafikini biz chizib olishimiz kerak. Avval men x ni e'lon qilaman. np.linspace dan foydalanaman. Eng oddiylardan biri. Masalan, aytaylik, -2 dan 1 gacha deylik. 200 ta nuqtaga bo'lsin. Y ni e'lon qilaman. np.exponential x minus np.sinus x. Endi uni grafikini chizishim uchun plt.plot dan foydalanaman. X virgul y. Va plt show'ni ham yozib qo'yaman, to'g'ri ishlash uchun. Ishga tushiraman. Grafik paydo bo'ldi. Mana grafik paydo bo'ldi bu yerda. Va e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda birorta ham nol yo'q, chunki y bo'yicha hammasi musbat hozircha. Demak, men y ni biroz chap tomonga suraman. Y ning minimal, x ni minimal qiymatini. -2 ni o'rniga masalan -4 qo'yaman. Chizadigan bo'lsam, mana kesib o'tyapti. 0 degan to'g'ri chiziqni kesib o'tyapti. Y tenglik 0 degan chiziqni. Xo'p, yana ham kichikroq x ni qiymatlarini tanlab ko'raman. Masalan, -10 dan 1 gacha. Mana endi bu yerda 3 ta nuqta paydo bo'lyapti. Mana birinchisi, bu ikkinchisi, bu esa uchinchi nol hisoblanadi. Taxminan mana shu yerda. Yaxshiroq ko'rish uchun men bu yerda plt nuqta grid ni ishlatib qo'yaman. Ishga tushiraman mana. Y teng 0 da mana 3 ta nuqtada kesib o'tyapti. Demak, biz hozircha faqatgina bitta nolini qidirishga harakat qilamiz. Masalan, mana shu yerda taxminan -5 dan aytaylik -2 gacha. -5 dan -2 gacha oralig'ida grafikini chizamiz. Mana shu yerlarda taxminan nol bor. -5 dan boshlab -2 gacha. Mana bu yerda bittagina nol bor. Taxminan 3.2 yoki 3.1 ga mos keladi. 3.2 deylik. Va endi mana shu nolini qidirishga harakat qilamiz. Demak, bizda interval -5 dan -2 gacha. Demak, men mana shu intervalni qaytadan yozaman. -5 va -2 degan intervalni qaytadan yozdik.
Yaxshi. Ana endi bu bisection metodini asosiy g'oyasi nimadan iborat? Mana shuni tushunib olamiz hozir. Va bu yerdagi funksiyani qaytadan grafigini chizib olaman. Mana shu funksiyani grafigini bu yerda qaytadan chizib olaman. Taxminan grafigini. Demak, y x demak mana bu 0 nuqtadan o'tyapti. Taxminan mana shunaqa grafik paydo bo'lyapti. Bu -2, bu -5 bo'lsin. Ana endi bu metodni asosiy g'oyasi shundan iboratki, bizga a va b interval berilgan. Mana -5 va -2 interval berilgan. Mana shu funksiyani y funksiyani a dagi va y funksiyani b dagi nuqtadagi qiymatlarini ko'paytiradi. Demak, y funksiyamiz -5 da manfiy qiymat qabul qilyapti, -2 da mana bu yerda musbat qiymat qabul qilyapti. Demak, ikkalasini ko'paytmasi 0 dan kichik, manfiy. Bu degani mana shu intervalni orasida bitta 0 mavjud, kamida bitta. Ana endi mana shu mavjud ekan. Yaxshi, endi biz mana shu intervalni o'rtasini belgilaymiz. O'rtasi, ya'ni s tenglik a plus b taqsim 2 degan nuqtani belgilaymiz. Hop, hisoblayman. -5 -2 bo'lingan 2. -3,5. -3,5. Ana endi s ni qiymatini topdim. -3,5. Mana bu aytaylik taxminan -3,2 bo'lsin. Mana bu yerda -3,5 degan nuqta bor. Demak, bu yerda s nuqtani qabul qildik biz. Bu a edi, bu b edi. Ana endi men tekshiraman ikkita narsani. Demak, bu birinchi yaqinlashish edi. Endi ikkinchi yaqinlashishda hisoblayapmiz. Y a y s ni qiymatlarini ko'paytiryapman. Ko'paytiradigan bo'lsam, bu 0 dan katta chiqadi. Chunki y a da manfiy, y s da ham mana manfiy turibdi. Shuning uchun buni qiymati 0 dan katta. Demak, bu oraliqda a bilan s oralig'ida yechim yo'q. Yaxshi. Ana endi keyingisi y s bilan y b ni qiymatlarini ko'paytiraman. Y s da manfiy, y b da musbat. Demak, bu ko'paytma manfiy bo'ladi. Bu oraliqda endi yechim bor. Mana -3,2 da turibdi. Xo'p, yaxshi. Endi biz yangi a ni qiymatini e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni a ni qiymati endi s ga teng bo'lib qolyapti. Ya'ni mana bu a ni bu yoqqa ko'chirib qo'yamiz. Yangi interval bizda -3,5 dan -2 gacha bo'ldi. Interval demak o'zgaryapti. Interval o'zgardi. A bilan b ni qiymatlari o'zgaryapti. Uchinchi yaqinlashish. Uchinchi yaqinlashishda mana endi a -3,5 bo'lsa, b imiz -2, yana ularning o'rtachasini hisoblayman. A plus b taqsim 2 tenglik -3,5 -2 taqsim 2. -5,5 bo'ladi bu. -5,5 ni yarmini hisoblashim kerak. -2,75. -2,75 endi bu oraliqda yotibdi. Taxminan mana shu yerda deylik. Bu yerda demak -2,75. Ana endi men yana hisoblayman. Y a ni qiymati ko'paytirilgan y s ni qiymatini. Endi bular 0 dan kichik. Chunki y endi mana bu a imiz bizda s ga aylanib qoldi. Ya'ni mana bu nuqta aslida bizda hozir a ga teng. Mana bu -2,75 bo'lsa, endi s bo'ldi bizda. Mana bu yer endi yangi s nuqtamiz bo'lib turibdi. Demak, y a da va y mana shu s nuqtada ikkala funksiyani ko'paytmasi 0 dan kichik. Chunki bittasi manfiy, bittasi musbat bo'lib turibdi. Demak, endi yangi intervalni tanlashimiz kerak. Bunda b imiz s ga teng bo'lib qolyapti. Interval o'zgaryapti.
3,5dan minus 2,75 ga. Ya'ni b ni bu yoqqa ko'chirib qo'yapmiz. Keyingi siklda yana o'rtachasini hisoblaymiz. Yana shu y'larni bir-biriga ko'paytirib chiqamiz. a ni s ga yoki b ni s ga tenglashtirib, o'rtadagi intervalni borgan sari toraytirib ketaveramiz. Demak, boshida nima edi? A bilan b minus 5 va minus 2 edi. Undan keyin o'zgaryapti, minus 3,5 va minus 2 ga o'zgardi. Undan keyin o'zgaryapti, minus 3,5 minus 2,75 ga o'zgaryapti va hokazo. Mana shunday tartibda, demak, intervalimiz mana shu taqriban minus 3,2 ga qarab yaqinlashib boraveradi. Yaqinlashib boradi va uni qachon to'xtatamiz? Qachondir uni to'xtatishimiz kerak. Mana shu yerda to'xtatish shartini yozaman. To'xtatish sharti. To'xtatish sharti. Masalan, mana shu y ni s dagi qiymatini, absolyut qiymati aytaylik, juda ham kichik epsilondan kichik bo'lib qoldi. Epsilonimiz masalan bo'lishi mumkin 10 darajasida minus 7 yoki 10 darajasida minus 10 bo'lishi mumkin masalan. Yoki ikkinchi holat bo'lishi mumkin. b dan a ni ayirmasini moduli u ham qandaydir juda ham kichik epsilondan kichik bo'lib qoldi. Demak, mana shu ikkita holatda to'xtatishimiz mumkin. Bu degani y(s) ni qiymati epsilondan kichik bo'ldi degani y(s) nuqtada juda ham haligi 0 ga yaqinlashib qoldi. Demak, yechim shunda s ga teng bo'ladi. Ikkala holda ham yechimni s ga teng deb olishimiz mumkin. Bu usulning asosiy mohiyati mana shu. Demak, mana shu asosida hozir sizlar bilan kod yozib chiqamiz. Demak, kod yozishni boshlaymiz. Buni ham Spider'da Python orqali yozishga harakat qilamiz. Yangi fayl ochib olaman. Menga funksiyani e'lon qilish uchun mass kutubxona kerak bo'ladi. Osonroq bo'lishi uchun from mass import yulduzchani ishlataman. Endi funksiyani def orqali yozaman. Ya'ni men yozayotgan o'sha tenglamanni funksiyasini def orqali Pythondagi funksiya orqali kiritib olyapman. Return exponential x minus sinus x. Bo'ldi, funksiyamni e'lon qilib oldim. Ana endi mana shu bisectionni funksiyasini e'lon qilishim kerak. Buni ham demak def orqali yozaman. Funksiyaning nomini bisection deb qo'yaman. Tepadagi funksiyamiz nomi shunchaki y edi. Demak, bu yerda nimalar kiritilishi kerak? Albatta, funksiyani o'zi kiritilishi kerak. A kiritilishi kerak. Chegaralar, ya'ni b kiritilishi kerak. Xo'p, undan tashqari mana bu hozirgi bizdagi to'xtatish shartidagi epsilon. Masalan, buni eps deb qo'yaman. Epsilon degan ma'no. Xo'p, bisectionni demak kodlarni yozishni boshladim. Bu yerda eng birinchi o'rinda albatta tekshirishim kerak mana shu funksiyani a va b nuqtadagi qiymatlarni ko'paytmasi 0 dan kattami yoki 0 dan kichik. Agar 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, unda u oraliqda 0 yo'q deb chiqarish kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, agar y a da va y b da 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, unda xatolik chiqarsin. Avtomatik, ya'ni sun'iy xatolik yaratyapman. Raise value error orqali. Soddaroq yozib qo'yaman. y(a) ko'paytirilgan y(b) 0 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, bu kod ishga tushganda avtomatik sun'iy xatolik paydo bo'ladi. Mana shu men yozgan qo'shtirnoqchadagi yozuvlar avtomatik paydo bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa-chi? Agar bunday bo'lmasa, unda cycle operatori orqali ishlashim kerak. Men while orqali ishlataman. While true. Ya'ni bu cyclni mana shu cycle operatorining ichida break orqali to'xtataman. Demak, mana shu oraliqda men o'rtacha qiymatni hisoblashim kerak. Ya'ni intervalni 2 ga bo'lishim kerak. A plus b taqsim 2. Ya'ni s ni hisobladim.
har safar demak while'ni ichida seni hisoblayman va hozirgi to'xtatish shartini tekshirib olaman. Balki mana shu men bergan interval o'zi mana shu tenglamani yechimiga mos kelar avtomatik. Demak, mana shu yerda shart orqali tekshiryapman. Absolyut qiymat y s kichik epsilondan yoki yana absolyut qiymat b minus a kichik epsilondan bo'lsa, unda to'xtatsin. Break. Xo'p, agar unday bo'lmasa-chi? Agar bunday bo'lmaysa, unda tekshirishim kerak. Ya'ni agar y a ko'paytirilgan y s, mana endi s ni qiymatini tekshiryapman, ya'ni y a dagi va y s dagi funksiyani qiymatlarini tekshiryapman. Agar bular 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, unda nima bo'lish kerak edi? B s ga teng bo'lib qolish kerak edi. Aks holda unda a s ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu shart bajarilmaydigan bo'lsa, a nuqtani s ga ko'chirib qo'yishim kerak. Bu shart bajarilsa, b nuqtani s ga ko'chirishim kerak. Va bu qayta-qayta jarayon takrorlanadi. Qayta-qayta. Aytaylik, while ishlab bo'ldi, tugadi. Unda men s ni yechim sifatida qaytarishim kerak. S bizda yechim. Xo'p. Mana endi men bu men yaratgan bisection funksiyamni chaqirishim kerak. Bisection y albatta kiritiladi. Interval sifatida kirityapmiz -5 va -1. Xo'p. Aniqlikni, demak, epsilonni mana bu yerni o'zida kiritib ketaman. Masalan, 1y -7. Ya'ni 10 darajasida -7. Aniqlik bilan hisoblasin. Xo'p. Mana shu yerda endi yechimni chop etaman. Yechimni chop etsin. Ishga tushiraman. -3.18 chiqyapti taqriban mana bu yerda. Taqriban -3.18 shunda yechim bo'lyapti. Yana ham aniqroq ko'rib borishim uchun men mana shu yerda while cycle operatorining ichida print buyrug'ini kiritib ketaman. Printda nimani yozsin? Ya'ni s ni qiymati va y s ni qiymatlarini birgalikda yozib borsin. Har safar, har siklda. Ya'ni nechta sikl hisoblayotganligini ham shu yerda men ko'rib borishim mumkin. Ishga tushirsam, mana e'tibor beramiz. Bu yerda boshida mana sayimiz -3 edi. Undan keyin -4 bo'ldi. Keyin -3,5, -3,25 va hokazo. Oxiri -3.18 bo'lyapti taqriban. Men bu yerda biroz xato yozibman. Demak, bu yerda -5 va -2 olgan ekanmiz intervalni. Hozir bu yerda kodlarda -5 va -1 olyapmiz ekan. Mana shu yerda biroz farq bo'lyapti. -2 olib ko'ramiz. Mana hozirgi -3,5, -2.75lar mana paydo bo'lyapti. Va shu tartibda mana shu s ni har safar hisoblaydi va aniq o'sha -3.18 qiymatga qarab yaqinlashib boradi. Va bu yerda y ni o'sha s nuqtadagi qiymatlari borgan sari kichrayib ketyapti. Mana bu yerdan 10 darajasi -5 ga qarab o'tdi va -1.5 10 darajasida -6 ga qarab yaqinlashdi. Va bu yerda e'tibor bersak, men aniqlikni 10 darajasida -7 deb e'lon qildim. Masalan, buni juda ham kichikroq qiladigan bo'lsam, masalan -12 deydigan bo'lsam, yana ham ko'proq sikl hisoblashim mumkin. Mana y ni qiymatlari -12 gacha boryapti 10 darajasida. Lekin buni cheksiz 0 dan kichik qilib yozib bo'lmaydi. Unda while sikl operatorimiz to'xtamay qolishi mumkin hisoblash jarayonida. Taxminan 10 darajasida -10, 10 darajasida -2, 10 darajasida -12 yetadi. Undan kichraytirish to'g'ri emas. Xo'p, bu usulni kamchiligi nimada? Kamchiligi shundan iboratki, masalan, men mana bu funksiyani grafiga e'tibor beramiz. Yana bir marta chizib olamiz. Masalan, -12 va -2 oralig'ida chizib olaman. Bu yerda demak -8 va -2 intervalni men beradigan bo'lsam, bu yerda aslida ikkita 0 bor. Mana ikkita 0 turibdi, lekin -8 va -2 ni beradigan bo'lsam, nima bo'ladi? Unda xatolik paydo bo'ladi. Hozirgi xatoligimiz mana ko'ramiz. -8 ni beraman.
xatolik chiqyapti. Raise value error mana bu yerda. YA ko'paytirilgan YB 0 dan kichik bo'lishi kerak degan men yozgan xatolik paydo bo'lyapti. Nima uchun? Sabab. Demak, bu yerda -8 va -2 da funksiyani qiymatlari musbat. Taqriban 1 ga teng bo'lyapti. Ikkalasida ham va ikkalasining ko'paytmasi yana musbat. Shuni hisobiga 0 yo'q deb tasavvur qilyapti metod. Xo'p, endi berishimiz mumkin-ku. Masalan, mana bu yerda -11 va -2 ni bersak, unda funksiyani qiymatlari manfiy, unda hisoblash kerak, lekin bu yerda 3 ta 0 bor. Unda qaysi birini oladi? Qaysi birini olishini biz aniq ayta olmaymiz. Aytaylik, mana bu yerda -3.18 bo'lishi mumkin yoki taxminan aytaylik -9 bo'lishi mumkin, -9 ga yaqin. Har xil. U hech qachon aniq bitta 0 ni chiqarmasligi mumkin. Ya'ni uchala 0 ni ham bir vaqtda chiqarib bera olmaydi. Faqat bittasini chiqaradi. Bu metodning asosiy kamchiligi shu va bundan boshqa metodlar ham shunga o'xshash ishlaydi, lekin bu metodning yana bitta kamchiligi bu ko'proq sikl hisoblaydi. Aytaylik, sizda juda ham ko'p murakkab tenglamalar mavjud, unda bu metod ko'proq vaqt olishi mumkin. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, yo'q, o'zgartiramiz. Masalan, mana shu -12 ni berib ko'raman. -9.42 chiqaryapti mana. -9.42 chiqaryapti, lekin bu yerda aslida 3 ta 0 bor. Faqat bizga bittasini chiqarib beryapti xolos. Va anchagina sikl hisoblayapti mana. Taxminan 30 dan oshiq menimcha. Demak, bugungi videomizda asosiy mana shu bisection usulini tushuntirmoqchi edim. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat.